Good day. Are you ready to learn another topic? So, you are going to learn present perfect continuous. Bugun biz yangi mavzu present perfect continuous, ya'ni hozirgi tugallangan davomiy zamon mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Bu zamonni yordamchi fe'llari have been, has been. Have qaysi shaxslar uchun ishlatilardi? Bir eslangchi. O'tgan darslarimda aytganman. To'g'ri topdingiz. Has qaysi shaxslar uchun edi? To'ppa-to'g'ri. Uchinchi shaxs birliklar, ya'ni he, she, it almashlari uchun edi. Formulasi: subject have, has been plus verb ing. The negative is subject have, has plus not plus been plus verb ing. A question have, has, subject, been, verb ing. Esingizda bo'lsa aytib ketgan edim. Continuous zamonning ikkita elementi bor edi. Qaysilar edi? Demak, birinchisi to be, ikkinchisi doim fe'l verb ing'da turar edi. Mana be uchinchi shaklda va verb ing kelyapti. Bu present perfect continuous edi. Present perfect continuousni qanday tarjima qilamiz degan savol tug'iladi sizdan. Present perfect continuousni ayotgan degan tarjimani beramiz asosan. Ayotgandi degan tarjimani, ya'ni chunki davomiylikni bildirishi kerak. Misol uchun qarang. She has been playing in the garden. U bog'da o'ynayotgan edi. Qarang. Mana bu present perfectni tarjimasi ketyapti. Aynan present perfect continuousni. Adashtirmang, present perfect va present perfect continuouslarni adashtirib yubormang. Xo'p, qachon ishlatamiz present perfect continuousni? Birinchi ishlatilishi natija bilan qiziquvchi zamon hisoblanadi. Ish harakat o'tgan zamonda bo'lib, natijasi hozir ham davom etayotgan bo'lishi kerak. Misol uchun, mana bu ish harakatning natijasini olib keladigan bo'lsak, misol uchun u bog'da o'ynayotgandi degan gap aytildi, to'g'rimi? Uyga keldi, ust-boshi, misol uchun tuproq bo'lib yotibdi. Aynan mana shu, ya'ni jarayon davom etyapti. Natijaning jarayoni davom etyapti. Bu present perfect continuous edi. Aynan shu qoidasi bilan present perfectga yaqinroq yuradi. Yana boshqa misol bilan aytishim mumkinki, misol uchun, men xonamni bo'yayapman, misol uchun kraska qilyapman degan gap ketyapti. Agarda siz aynan shu jarayon ustiga kelib qoldingiz va ust-boshi misol uchun kraska bo'lgan bo'lsa, bo'yoq bo'lgan bo'lsa, bu present perfect continuous. Ya'ni uyni ba'zi bir xonani ba'zi bir joylari hali chala turgan bo'lsa, to'liq bitmagan bo'lsa, aynan bu present perfect continuous. Agarda ikkinchi gapimda men xonamni kraska qildim, bo'yadim desam, aynan bu present perfect bo'ladi. Chunki o'sha natija tayyor, to'liqligicha berilgan natija. Ya'ni siz yangi bo'yalgan xonaga kirdingiz. Bu yerda jarayon ketmayapti yoki ust-boshim kraska emas yoki qanaqadir nima deydi, palapartishliklar mavjud emas degani. Aynan present perfect va perfect continuousning farqini tushundingizmi? Demak, continuousda natija davom etishi kerak. Perfect simplening o'zida esa, demak, natija yaqqol ko'rinadi, yakuniy xulosa ko'rinadi. Navbatdagi ishlatilishi esa o'tgan zamonda ish harakat boshlanib, hali ham davom etib kelayotgan bo'lsa, aynan present perfect continuous ishlatiladi. E'tiborli bo'ling. Aytaylik, bir xil aynan shu o'tgan zamonda ish harakat boshlanib, hozirgacha davom etib kelayotgan ish harakat. Mana shu qoidani present perfectda ham ishlatishimiz mumkin, present perfect continuousda ham ishlatishimiz mumkin. Mana o'xshash jihati mana shunda. Va aytganimdek, ingliz tilini 3 oydan beri o'rganyapman degan gapni ikkala zamonga ham qo'yishimiz mumkin. Ya'ni I've been learning English for 3 months. I've learned English for 3 months. Ikkalasi ham jarayon davom etyapti degan mazmunni bildiradi. Navbatdagi ishlatilish esa uzluksiz sodir bo'ladigan ish harakatlar. Uzluksiz degan gap so'zni siz qo'shtirnoq ichida tushuning. Ya'ni bu uzlukli bo'ladi, ya'ni uzilib sodir bo'ladi. Bu nima degan? Kun bo'yi, misol uchun, bog'da ishladim deydi.
I have been working in the garden all day deydi. Kun bo'yi bog'da ishladim. Bu degani quyosh chiqqandan yoki siz uyg'onganingizdan uxlaganingizgacha bog'da ishladingiz degani emas. Ya'ni o'rtada albatta dam olasiz. Misol uchun nonushta qilishingiz mumkin. Tong sahardan ishlaganingizdan keyin tushlik qilasiz, kechki ovqat qilasiz yoki o'rtada bir dam olib olasiz. Mana bu uzluksiz degan gapni siz uzluqli deb tushunishingiz kerak. Bu present perfect continuously ishlatilishi edi. Present perfectni oxirgi jihati keywordless doimga aytib o'tadiganimiz for, since. E'tiborli bo'ling, present perfect zamonda ham mavjud. Ikkalasi dan beri degani. Demak, for davomiylikni bildiradi. Since esa boshlangan nuqtani bildiradi. Ertalabdan beri boshlangan nuqta ana since bo'ladi. 6 soatdan beri desak for ishlatiladi. How long so'roq gaplarda ishlatiladi, gapni boshida. Va how long bilan savol bersak, for va since bilan javob berishimiz kerak. Navbatdagisi all bilan keluvchi signal so'zlar. All morning, all day, all week yoki all month. Demak, all day kun bo'yi degani yoki ertalabi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni butun ertalab. All week desangiz butun hafta davomida degan ma'nolarni anglatadi. Bu present perfect zamoni, present perfect continuous zamoni edi. Thank you.